Assalomu alaykum barchaga. Kecha va'da berganimdek dahshat narsa o'rgataman. Telegram botni ChatGPT yordamida yasash. Siz dasturlashni bilishingiz umuman shart emas. Misol uchun bitta. Telefonlar uchun Pedroid 3 ilovasini ochasiz, kompyuter uchun esa PyCharm. Hozir kecha va'da berganimda o'zi aslida PyCharmni ko'rsatishim kerak edi. Lekin sizga hozir Pedroid 3 ko'rsataman. Nimaga buni ko'rsatyapsan desangiz, ko'pchilikda kompyuter yo'q, lekin deyarli barchada telefon bor. Bunda ham yasasangiz bo'laveradi. Demak, boshlaymiz. Mana bu kodlar ko'ryapsizmi? Vau, uncha ko'p. Qo'rqib ketishingiz mumkin. Buni qanday yozaman? Oddiy dehqonman deyishingiz mumkinmi? Xo'p, mumkin. Xo'p, endi bular shart emas. Xo'p, nima qilib o'chirib tashlaymiz? Boshidan boshlaymiz. O'tgan safargisi ovozi chiqmay qolgan ekan. Shu sababli boshidan boshlaymiz. Nima ishlar amalga oshiriladi? Calyx Masterga ko'raman o'zim Telegram kanal. Demak, akkauntimga endi esa bot fazerni ochaman. Bot fazer nima bu? Telegramda o'ziga tegishli bo'lgan bitta ichidagi dastur bu. O'ziga tegishli, kimdir yaratib qo'ymagan qo'shimcha sifatida. Ataylab o'sha Pavel Durovda xizmatchilari qo'ygan bu yerga. Endi nima qilamiz? Edit bo'limiga kiramiz. Menu bo'limiga kiramiz. Create a new bot. Yangi bot yaratish. Bo'limiga kiramizda va botimizga nom beramiz. Ixtiyoriy bitta nom bo'lishi mumkin. Study Center deb berishim mumkin. Study Center bot. Ya'ni o'quv markazining boti. Nomini berib qo'ydim. Buni bemalol keyin ham o'zgartiraverasiz, muammosi bo'lmaydi. Study Center botda. Lekin endi link ber deyapti. Ya'ni foydalanuvchilar bu botingizni link orqali topishadi. Ikki xil usulda ochishingiz mumkin ekan. Birinchisi Tetris, ushbu ko'rinishda Tetris bot ko'rinishda. Already taken deyapti. Bizga shart emas, просто ko'rsatib bermoqchiman xolos. Ikkinchisi Tetris tagiga chiziqcha bot. Ikkinchisi ham bo'lishi mumkin. Mana shunaqa uslubda ham qilsangiz bo'lar ekan. Xolos tagiga chiziqcha chizasiz. Xohlasangiz botni katta harf bilan yozib, nomingizni ham yozishingiz mumkin. Boshida katta harf va bot deb yozilmani B harfini katta harf bilan yozib ketishingiz ham mumkin ekan. Endi bizga boshqachasi kerak, chunki hamma nomni olib tashlashibdi. Ixtiyoriy bitta bo'lsin. Study Center bot. Olib qo'yishgan menimcha, olib qo'yishgan ekan. Study Center bot. Chef deb yozib qo'yaman. Mana Study Center bot chef. Bo'ldi. Tetris botni tugatish kerak deyapti. Uzr, adashib ketibman. Study Center bot chef. Xo'p, tagiga chiziqcha qo'yapman. Men birinchi usul tanlayapman. Bot deb yozib qo'yapman. Bo'ldi. Tanladi va biz bot token oldik va bu bot token nimaga kerak? Biz IP orqali ma'lumotlar olayotganimiz juda ham kerak bo'ladi. Bu IP orqali jo'natadi. Barcha xabarlar bir-biriga, demak, yozishmalar IP orqali keladi. Internet orqali, ya'ni internet bog'lanmalar orqali. Buni chuqur qilib o'rganamiz. Hozir qisqaroq qilamiz. Demak, shunday bo'lsangiz ustiga mana ko'ryapsiz. Tokenni oladi. Token nima? O'sha, demak, mana ko'ryapsizmi? Mana shu narsa kerak. API token. Sizni botingizni internet tanib olishi, misol uchun IP adres desangiz bo'ladi. Misol uchun mana shuni. Endi biz nima qilamiz? Ko'pchilik bo'ldi deydi, yaratildi deydi. Shuni nomini qidirib ko'radi. Mana shu nomni qidirib ko'rsangiz, qarab turing. Bo'ldi. Mana ko'ryapsizmi, chiqib turibdi. Bo'ldi, botim ishlab ketdi deb o'ylaydi. Mana. Hay, ishlamaydi, hech narsa bo'lmaydi. Endi buni ulab ham qo'yish kerak. Ulab qo'yish uchun bot fazerga qaytasiz. Haligi tokenni olasiz. Tokenni olib turib, Livegramga joylaysiz. Livegram bot. Qani o'sha Livegram birinchisi? Ko'pida. Endi connect a new bot birinchisiga bosasiz. Qo'shimcha buyruqlarni bitta-bitta tushuntirib ketayotganim yo'q. Juda ham ko'p vaqt oladi. Shuning uchun yangi botni ulash bo'limini bosamiz va tokenimizni, bot fazer olgan tokenimizni shu yerga joylaymiz. Bo'ldi. Demak, o'sha tayyor. Yana bir marta tekshirib olish uchun yana bitta connect new bot qilib yuboraman. Endi qo'yib ko'raman. Menga tanish ko'rinadi. O'zi birinchisida ulab bo'lganmiz. Endi bemalol axborot, ma'lumotlar almashsangiz bo'lar ekan. Endi qarab turing. Xo'p, biz Calyx Masterda yaratganmiz buni. Calyx Master. Qani o'sha Calyx Master?
Xo'p, bot fazer topdik. Bot fazer tepasiga chiqsak, xo'p, qani study center. Mana shu study center bot chef bot. Shu yerga kiramiz. Paste. Xo'p, bu yerda turibmiz. Hay deb yozyapmiz. O'zimizga qaytyapti. Ko'rasiz? Iltimos tilni tanlang. O'zbekchani tanlayapman. Уже botingiz ulandi. Tayyor desa ham bo'ladi. Biz yuzasini tayyorlab bo'ldik. Endi tekshirib ko'ramiz. Haqiqatan ham oddiy botimiz ishlayaptimi? Biz murakkabroq qilamiz. Kod orqali hozir qo'shib ketaman. Xo'p, Study Center bot ishlayapti. Linkini olib oldimmi уже? Yana bir marta bosak. Mana shu yoq qiroliga kirdim. Endi paste qildim va shu yerdan botga start beraman va yozib ko'raman. Hi, hello, my friend. O'sha tepada ko'rib turibsiz, SMS dan kelyapti friend. Hello my friend. Endi Calix Masterga o'tamiz. Mana ko'ryapsiz, printerxonadan kelyapti ma'lumotlar. Kimdan kelayotgani ham bilinib turadi. Mana printerxonadan kelyapti. Biz endi unga ma'lumot yuboramiz. Endi hello my friend deyapti. Salom do'stim deyapti. Endi biz nima deymiz? Hi my amigo deb ispancha aytib qo'yamiz. Amigo. O'zgartiryapmiz. Xo'p. O'zgartirganimizdan so'ng ko'ryapsiz, ketdi. Endi biz ko'pchilik qiladigan xato bu yozib qo'ydi. Endi biz istaganimizni yozib ketaveramiz. Yo'q, unaqa bo'lmaydi. SMS-ni o'zingizga qaytarib qo'yadi. Qarab turing. Demak, hello ko'ryapsizmi? Doim SMSlashayotgan paytingizda bot orqali ustiga bosib turib yozasiz. Ko'ryapsizmi? Hello amigo yoki amigos, farqi yo'q. Xo'p, mashq qilasiz. Endi yoqqa boramiz. Hello amigos, ko'ryapsizmi? Mana kelgan. Уже demak, ko'ryapsiz, hech kim bilmaydi, chunki bot degasisiz, sizni bot deb o'ylashyapti. Endi bu oddiy ko'rinish xolos. Eng oddiy bot yaratish. Maytga kirib turib, xo'p, bizning botimiz emas, Calix Masterga tegishlik. Shuncha Calix Master bo'limiga o'tib turib, xo'p. Demak, xohlasang rasmini, xohlasang nomini, xohlasang buyruqlar qatorini qo'shishimiz mumkin. Bu to'g'risida hozir chuqur gapirmayman. Hozir chuqurroq, zo'rroq bot yaratish haqida gapirib beraman. Affiliate programmalar kerak emas, bu pul ishlash uchun deyilgan, o'zi menimcha umuman foydasi ham bo'lmasa kerak. Xo'p. Endi va'da berganimdek endi boshlaymiz. Hozir buni to'xtatib qo'yaman shu yergacha, davomini, demak, keyingi screen recorderda tashlab qo'yaman.